Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Mana bugun yana Xikol, toza Italiya Xikol quyonlarimiz Andijon shahriga ketyapti. Mana hozir bu yerda 8 ta, 3 ta samiz, 5 ta samga ketyapti. Andijonlik akalarimizga. Akalarimiz. Alloh barchamizga barakotli qilsin ilohim. Olganga ham, sotganga ham. Xudo xohlasa mana korobkaga solyapmiz. Teglari yaxshi, burnilari. Teglari, burnilari yaxshi. Akamiz o'zi keldi, videoga tushishni xohlamadi. Mayli endi. Barakotli qilsin ilohim. Hammasini teglari, burnilari yaxshi, xudo xohlasa. Toza Italiya Xikol quyonlari. Xudo xohlasa yetib oladi, mashinada kelishgan. Lekin dastavka qilib chiqarayotgan bo'lganimizda atak bitta korobkaga solmasdik, 8 tani. Hech bo'lmaganda 2 ta korobkaga solardik. O'zlari ekan, bemalol ketaveradi deyshodi. Bitta korobkaga solib beryapmiz. Alloh barchamizga barakotli qilsin. Savdolarimizga baraka bersin. Hoji aka, baraka toping. Sizlardan bitta like, obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.